Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Farg'ona viloyati xalqaro aeroportini oldidik. Avtosalonga 100 dan ortiq mashinalar keldi. Xudo xolasa egalariga berishni boshlabdi. 100 dan bu degani 100 dan ortiq xonadonda xursandchilik. Qishloq qatori biznikida ham. Mana qanchadan qancha pul topar mashinalar ham yetib kelibdi. Farg'ona xalqaro aeroporti. Mana kimga qanaqa? 12si yaxshimi, Gentra yaxshimi?